O'zbekistonda kayf qilib yurgandek. Koreyadan Istanbulda bilgandek. Kelishcha $10,000 bergandek. Yengilgina aldamdik. O'zingcha Koreyaning katta xolani uyida ko'rasan, bor, tekpaga borasan, hech 100,000 olasan. O'sha bilan bir hafta mer ko'rasan. Koreys tilini o'qisang, o'qiyapman, ko'ryapsan, ko'proq pul topasan. 100,000 nima bo'ladi? Tekpada ishni kim beradi? U yerda ish qiyin bo'ladi. Istanbulda shunaqa bo'ladi. Til bilmaganlar shunaqa qilib ishlab, kuniga 100,000 oladi. Ishni Otabek beradi. Olib borib gazini beradi. O'ylayman, sanchishqoqqa shunda aql kiradi. Buncha tanbeh berasiz, otamdan ham ko'p so'kasiz. Bilganimda kelmasdim. Qiynalib ham yurmasdim. Qilar ishni qilibsan, shu joygacha kelibsan, blogerlarni aldovaga o'chibsan. Vaqtini ko'p o'tkazma, burningni ham oqizma. Kiyimlaringni olgunda, tezda tekpaga surgunda, turishing ham yoqmayapti. Burning ham ko'p oqayapti. Burnim ko'p oqmayapti. Prosta tekpaga borgim kelmayapti. Siz menga o'z yordam bermaysiz. Tekpaga jo'nashdan boshqasini bilmaysiz.